43-savol. Qo'sh crossover katta qalin bo'lishi, kichkina yupqa bo'lishi, katta B yirik, kichkina B mayda bo'lishini, katta C uzun bo'lishini, kichik C esa kalta bo'lishini ta'minlaydi. Bizda jami organizmimiz 1800 ta bo'lgan. Eng ko'pini topa olamiz. Qalin, yirik, uzun 660 ta ekan. Uning protifi yupqa, mayda, kalta 690. Eng ko'pi bundan crossover bo'ladi. Eng kamini topa olamiz. Bu qo'sh crossover bo'ladi. Qalin, mayda, uzun 6 ta. Yupqa, yirik, kalta 3 ta bo'ladi. Endi e'tibor beradigan bo'lsak, A bilan A o'xshaydi. Bitta o'xshash, C bilan C o'xshaydi. Ikkita o'xshash bo'lyapti. Ikkita o'xshash B farq qiladi. Bitta farq. Shunda bajariladigan misollar bo'lsa, eng kamini olib ketamiz. Balki ikkita farq bitta o'xshash bo'lib qolar. Farqi yo'q. Qaysi kam bo'lsa shu o'rtaga turadi. Demak, farq kam ekan, B o'rtada turar ekan. Demak, ota-ona genotipi shunday bo'lgan, hech qanday o'zgarmagan ekan. Bundan bitta oldik. Endi birinchi A ni o'zgartiramiz, keyin C ni o'zgartiramiz, oxirida esa B ni o'zgartiramiz, ya'ni qo'sh crossover. Endi sonlarni yozib chiqdik. Jami 1800 edi. Qo'sh crossover topa olamiz desak, 9 ni 1800 jamiga bo'lib 100 ga ko'paytsak, qo'sh crossover 0,5 ekan. Bu C almashayotgan bo'lsa, B bilan C orasida yakka crossover. A almashayotgan bo'lsa, A bilan B orasida yakka crossover bo'ladi. Buning yakka crossover topa olsak, 300 edi. 300 ni 1800 ga bo'lib 100 ga ko'paytirsak, 16,67 bo'ladi. Foiz yakka crossover. 141 ni 1800 ga bo'lib 100 ga ko'paytsak, 7,833 foiz bo'ladi. Bu yakka crossover. Yakka crossoverga qo'sh crossover qo'shadigan bo'lsak, masofa kelib chiqadi. Bizga A ga aytilyapti, B bilan C orasidagi masofani aniqlang. B bilan C orasidagi yakka crossover 16,667 edi. Qo'sh crossover 0,5 qo'ysak, 17,167 bo'ladi. Bu masofa. Keyingi masofamiz bizda bu B dan C gacha edi. B ga aytilyapti, A dan C gacha bo'lgan masofani topishimiz kerak. A dan C gacha bo'lni topishimiz uchun A bilan B orasidagi masofani topib olishimiz kerak. A dan B gacha 7,833 bo'lsa, yakka crossover, qo'sh crossover 0,5 qo'ysak, 8,333 bo'ladi masofa. Ikkalasini qo'shsak 25,5 margaret. Bu B javob bo'ladi. B ga 25,5 bo'ladi. C ga nazariy qo'sh crossover topish uchun birinchi masofa bilan ikkinchi masofani ko'paytirib 100 ga bo'ladigan bo'lsak, bu nazariy qo'sh crossover kelib chiqadi. Bu birinchi va ikkinchisi yakka crossover. Yakka crossover qo'shib ko'paytirilmaydi. Masofa ko'paytiriladi. 167 ga 8,333 ko'paytirib, umumiy 100% ga bo'lsak, 1,43 chiqadi javob. C siga 1,43 ekan.